Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun biz o'zbekcha JavaScript kursini ikkinchi darsini boshlab oldik. 3-videosini. Xo'p, bugungi mavzuyimiz kommentlar. Kommentlar, ya'ni izohlar. Demak, dasturlashdagi izohlar, aynan JavaScriptdagi izohlar ko'rinishlari. Xo'p, aslida izohlar nima uchun kerakligini birinchi tushuntirib o'taman. Adashmasam, ko'pchiliklaringiz HTML va CSS davomida izohlarga ko'p marta duch kelgansizlar. HTMLda ham, CSSda ham o'ziga yarasha kommentlar bor va ular nima uchun ishlatilishlarini oldin ham sizlarga aytib o'tishgan. Men yana bir marta aytib o'taman. Kommentlar bu izohlar va uni kod, ya'ni brauzer o'qimaydi. U faqat kimga kerak? U bizga kerak. Dasturchilar bir-birini tushunishi uchun kerak. Shunaqa vaziyatda bo'ladi, bir yuzlab, minglab qator kodlaringiz bo'ladi va uni hammasini tushunish juda qiyin bo'ladi. Даже eng kuchli manaqa bir senior dasturchilarga ham juda bir 5-6 yildan beri tajribasi bor bo'lgan dasturchilar ham qiynaladi bunaqa katta kodlarni o'qishga. O'sha paytda nima yordamga keladi? Agar siz yaxshi va zo'r dasturchi bo'ladigan bo'lsangiz, tushunadigan dasturchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz albatta yozgan kodingizni izohlab ketishingiz kerak bo'ladi. Chunki qachonki siz kod yozsangiz, 3-4 yildan keyin u kod eskiradi va uni yangilashga to'g'ri keladi, to'g'rimi? O'sha paytda boshqa bir dasturchi sizni kodingizni tushunishi uchun uni siz albatta izohlab ketishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda bizda kommentlar bor va JavaScriptda komment uslublari. Ikki xil uslub bor ekan, single line va multi line. Single line qarab turganlaringizda ikkita slash bilan davom etadi. Ikkita slash va single line. Single line bu qanaqa degan? U bir qatorli xohlagancha bo'lgan narsa, lekin bir qatorli komment oladi. Ikkinchi qatorga o'tmaydi. Mana bu yerda esa 4-5 qator narsani kommentga olib qo'yadi. Multi line degani ko'p qator. Demak, slash yulduzcha va yulduzcha slash bilan yopiladi. Slash yulduzcha bilan boshlanib, yulduzcha slash bilan yopiladi. Xo'p, buni ichiga biz masalan qanaqadir bir katta bo'lgan funksiyalar yoki biron bir kattaroq kodni qo'yib, bir qatorda biz tushuntirib ketishimiz mumkin ularni bir qatorlikda biz. Bu nima narsaligini tushuntirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar buni biz JavaScriptda ko'rsataman. Mana o'zimizni har doimgidek yana o'tdik. HTMLga aytib o'tganimdek mana bu yerda ozroq o'zimda HTMLlarim bor. Bu mana buni chiroyli qilib qo'yish uchun kerak. Demak, birinchi qiladigan ishimiz biz JavaScript fayl ochamiz. script.js ochdik. Endi biz HTML faylimizga o'tib, body degan bo'limning mana oxirgisini ko'rsatyapti. Eng tagiga o'tamiz va scriptni o'ylab qo'yamiz. Va mana JavaScript. Mana bizda JavaScript fayl olandi. Ichiga kiramiz va kommentlarni nima qilamiz. Demak, birinchi o'rinda kommentlar. Comments. To'g'rimi? Comments. Deylik. Comment, ya'ni izohlar. Xo'p, kommentlarni tez chaqirish uchun, masalan, mana bunaqa kod yozyapsiz, to'g'rimi? Masalan, alert yozdingiz. Alert. Salom. Va mana shu qatorni tezlik bilan kommentga olishimiz uchun, masalan, buni oldiga albatta o'tib turib 2 marta slash bossak ham bo'ladi. Lekin bizda shortcut, ya'ni klaviaturada shunaqa qanot bor. Control plus slash. Control plus slash. Control bilan slash deb bossangiz bu bizga single line chiqarib beradi. Single line comment. Demak, tushunarli. Control qo'shamiz slash qiladigan bo'lsa, single line comment chiqarib beradi. Xo'p. Endi men mana bu comment haqida ozroq izoh yozib o'tib ketaman. Ya'ni nima demoqchiman? Bu narsalarni yozib ketinglar. Iloji bo'lsa daftar tutinglar va bu narsalarni asta-sekin daftarda tutib, intizom bilan yozib ketsalaringiz ko'proq foyda topasizlar.
Xo'p, qaraydigan bo'lsak, mana ozroq uzoq sizlarga yozib ketyapman. Buni ko'chirib olinglar. Xo'p, bu yerda nima deb yozilgan? Komment bu kod ichidagi tushuntirish yozuvi, tushuntirish izohi. Xo'p, brauzer uni o'qimaydi, faqat dasturchilar uchun yoziladi. Dasturchilar bir-birini tushunishi uchun kommentlar o'ylab topilgan. U bizda ikki xil uslubda bo'lar ekan. Single line. Xo'p, single line ya'ni bir qator va multi-line. Multi-line bizda mana bunaqasiga yoziladi. Bu ko'p qator. Buni ichida yozishimiz mumkin. Mana ichida, mana boshlanishi, mana yopilishi va buni ichida biz xohlagan narsa yozishimiz mumkin. Ko'ryapsizlar? Lekin single line'ni pastga tushirib yuborsak, hozir ham nima bo'lib qolyapti? Bunaqa bo'lib qoladi. Demak, farqini tushundik. Bu bizda multi-line. Multi-line comment. Ko'p qator comment. Xo'p, kommentlar bizda shular edi. Biz demak yana bir marta takrorlab o'taman. Xulosa qilamiz. Kommentlar bu bizda izohlar va bu kommentlar dasturchilar uchun o'ylab topilgan, dasturchilar bir-birini yaxshiroq tushunishi uchun. Har bir dasturlash tilida bo'lishi kerak. Pythonda, JavaScriptda bor, HTMLda bor, CSSda bor. Men bilishim bo'yicha va albatta C dasturlash tillarida ham bor. Xo'p, komment bu kod ichidagi tushuntirish yozuvi. Ya'ni biron bir kodingizni tushuntirmoqchi bo'lsangiz birovga, o'sha kommentlar aytasiz. Brauzerni o'qimaydi. Brauzerga вообще farqi yo'q. Faqat dasturchi uchun. Xo'p, JavaScriptda ikki xil uslubda bor ekan. Bu bizda single line va multi-line kommentlar. Birinchisi bir qatorli, ikkinchisi ko'p qatorli. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Keyingi darslarda ko'rishamiz.